Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Urgas hamda Asiya Karpet gilamlar bazasındamiz. Bu yerda yangilik bo'lishda davom etib turibdi. Ko'rib turganingizdek bir fura Urgas zavodidan yangi kolleksiyadagi elita hamda aroma sifatli gilam kovralar hamda daroshkalarimiz yetib kelgan. Kuzatishda davom etinglar. Ichki qismlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir gilamlarimizni tushirish jarayoni bo'lib turibdi. Bayni damda kovralarlar hisoblanadi. Kovralarimizni ham o'zining joyli-joyina ajoyib etib bosamiz. Dostlar, hozir kavralanlarimizni tushirib bo'ldik. Endi gilamlarimizni tushirish jarayoni yetib turibdi. Ko'rsatib o'tsangiz, og'alarimiz gilamlarni tushirib turibdilar. Ko'rib o'tadigan bo'lsangizlar, bu Asiya Karpet hamda Urgas gilamlar bazasini birinchi etaj qismi. Bu yerda gilamlarni, kavralanlarni, taftinglarni assortimenti dim keng. Urgas va faqatgina Asiya Karpet gilam zavodi-ku deb savol tug'ilishi mumkin, lekin bularning kolleksiyalari dim ko'p, assortiment o'ta keng. Desangizlar, do'konlarimizda, bazalarimizda o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar nasib etsa. Hozir sizlarga bir qator daroshkalarni, gilamlarni, kavralanlarni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bizani do'konlarimizga keladigan bo'lsangizlar, narxi 50 mingdan tortib 300 minggacha bo'lgan narxda topib ketasizlar, xudo xohlasa. 600 minggacha bo'lgan premium klassdagi gilamlar ham bemalol topsangizlar bo'ladi. Agar Optima yoki da Danaga ishlashamiz desangizlar ham bemalol kelsangizlar, Xorazmdagi eng arzon narxlarda savdo etamiz. Yana aytib o'tganimizdek, kolleksiyalarning soni ko'p. Hammasini sifatma-sifat, razmer-razmer, rang-rang taxlab qo'yibmiz. Agar shu klientlarimiz keladigan bo'lsa, iloji boricha ishlarini tez va sifatli bitirib berishimiz uchun shunday ko'rinishda taxlangan. Urgas hamda Asiya Karpet faqatgina ikki zavodimizda Oskuda ishlaymiz mumkin, lekin bularning kolleksiyalari dim ko'p, assortiment bomba. Xohlagan razmerda, xohlagan dipdagi odam kelib, o'zini ko'nglina tikkatgan gilamni, kavralarni, daroshkalarni topib ketishlari mumkin. Agar Optima ishlashamiz desangizlar, kelib cheklanmagan miqdorda savdo etishlarimiz mumkin. Donaga olaman desangizlar ham Xorazm viloyati bo'ylab nasib etsa eng arzon narxda gilam taxlab beramiz. Hozir bu bazamizga yangigan kolleksiyadagi gilamlarni, kavralarni joylashtirish ishlari yetib turibdi. Hali nasib etsa do'konlarimizga borib turib, novinka gilamlarimizni yoyib, chiroyli ko'rinishda bir obzorlar ham qilamiz keyingi videolarimizda. Kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Urgas hamda Asiya Karpet gilamlar bazasida Urgas Xorazm kanali bo'ldi.